Oxirgi 4 ta jahon chempionatining g'olibini to'g'ri taxmin qilgan kompaniya 2026-yilgi mundial favoritini ham ma'lum qildi. EA Sports prognoziga ko'ra Portugaliya 2026-yilgi jahon chempionatining asosiy favoriti hisoblanadi. Ular o'yin simulyatsiyalari orqali 2010-yilda Ispaniya, 2014-yilda Germaniya, 2018da Fransiya va 2022-yilda Argentina jahon chempionati g'olibi bo'lishini oldindan to'g'ri taxmin qilgandi. EA Sports bu safar Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Yevropa Braziliyasini mundialda chempion bo'lish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. E'tiborlisi, Portugaliya jahon chempionatining guruh bosqichida O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi. Opta statistik portali taxminlariga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida g'olib bo'lish imkoniyatlari 0.07% ni tashkil etadi. O'ylaymizki, bugun Amerika diyoriga uchib ketgan futbolchilarimiz statistik portallarning past bahosiga munosib javob qaytarib, jahon chempionatining kashfiyot termalaridan biriga aylana oladi. Siz mundialda qaysi jamoa g'olib bo'lishini taxmin qilyapsiz? Izohlarda variantlaringizni yozing.